Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan multikart ilovasidagi Jet servisini asosiy menyusi bilan tanishtirib o'taman. Buning uchun multikart ilovasiga kiramiz. Ozgina xatolik bo'ldi bizda. Asosiy sahifa chiqib turibdi bizda. Keyin esa investitsiyalar bo'limiga o'tamiz. Investitsiyalar bo'limida hop, endi bozor tugmasini bosamiz. Zagruzka ketyapti bizda. Mana servisga kirdim. Asosiy bo'limga o'tamiz. Asosiy bo'limda endi nimalar bor? Buni bir ko'rib o'tamiz. Hop, bu yerda mana ko'rib turganingizdek 243.154 so'm turibdi. Bu o'sha portfelimizda balansi, umumiy balans. Hop, keyin bugungi o'zgarish portfel tannarxidan 3,98% ga o'zgargan, ya'ni plyusdamiz. Hop, bu yerda yana balans bo'limi mavjud. Keyin portfel, aksiyalar shu yerda turadi, portfel bo'limida va yana bo'lim bor. Endi sizlar bilan uchta tugma nima vazifa bajarishini birma-bir ko'rib o'tamiz. Hop, balans bo'limiga kiramiz. Mana balans bo'limi. Bu yerda brokerlik hisob raqami turadi. Qaysi broker nomidan kirganimiz. Bu yerda o'sha daniylar turadi. Bekitib qo'yishimiz ham mumkin buni. Va hisobdagi mablag'. Bu yerda o'sha umumiy nima turadi. Hop, keyin to'ldirish tugmasi bor bu yerda. Mana to'ldirish tugmasi bosilganda shu qancha summaligi turadi. Bundan tashqari to'ldirish tugmasida yana karta ulangan kartalarimiz turadi. Keyin chiqarish tugmasi mavjud. Mana bu yerda. Keyin bozorda o'sha xarid qilishimiz mumkin bo'lgan summa turibdi yonida. Bu yerda kartaga chiqarish mumkin bo'lgan summa. Va mana bu belgini bosganimizda biz nimaligi bu yerdan kelib chiqadi. Ya'ni nima bu balansligi. Balans holatini yangilashimiz mumkin. Yangilash tugmasi. Bu yerda pivot qilganlarimiz, poполнить qilganlarimiz tarixi shu yerda chiqib turadi. Hop, endi sizlar bilan balans bo'limini ko'rib o'tdik. Endi portfel bo'limi. Portfel bo'limi bu yerda nechta kompaniyani aksiyalaridan olganingiz. Hop, ular necha ming so'mligi va portfelni umumiy holat turadi. Bu yerda balansda o'sha bugungi daromadingiz, bugungi o'zgarish va savdodan sof foydangiz turadi. Bu yerda komissiyani hisobga olmaganda biz bu oyda 46.281 so'm topimiz. Aylanma 797.406 so'm bo'lgan. Bu oldingi oy uchun, bu yil boshidan va hammasi. Ko'rib turganingizdek, portfel holati hozirda shunaqa. Hop, sohalar bo'limiga o'tganimizda 7 ta sohadan biz aksiyalar sotib olganmiz. Sug'urta sohasi, moliya, qurilish, qishloq xo'jaligi, transport, sanoat va boshqalar. Tarix bu yerda o'sha muvaffaqiyatli amalga oshirilgan operatsiyalar turadi. Asosiy bo'limda va uchinchi tugmamiz bu yana bo'limi. Hop, bu yerda pulni chiqarish, to'ldirish hamda bitimlar amalga oshirilgan mana bitimlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan qidirishimiz mumkin, nastroykasidan sozlashimiz mumkin. Oddiy aksiyalar, imtiyozli aksiyalar, obligatsiyalar, filtr, ya'ni bu yerdan biz mikrokredit bank, faqat mana shu mikrokredit bankdan chiqadi. Hozircha shular. Sizlar bilan bugun biz asosiy bo'limini tanishtirib o'tdim sizlarga va ijtimoiy tarmoqlarga a'zo bo'lsangiz bo'ladi. Jet servisi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha.